Amerikada 674-kunim va bugun biz Chikagodan Kaliforniyaga ko'chib ketyapmiz. Biz Chikagodan Kaliforniyaga mashinada ko'chishga qaror qildik va ularning orasi 3435 kilometr ekan. Bu degani mashinada to'xtamasdan 31 soat yoki esa 3 kunlik yo'l ekan. Oilamiz bilan ikkita mashina bo'lib ketishga qaror qildik. Adam Ford 150 haydadli. Men esa Adamning mashinalarini, ya'ni Toyota'ni haydab ketdim. Yo'lga tushganimizdan keyin 450 kilometr o'tgandan keyin biz Iowa shtatiga yetib bordik va dam olishga qaror qildik, chunki mashinada kichkina ukam va singlim bor edi. Ularga juda ham ko'p mashinada o'tirish yoqmaydi. Undan keyin yana 300 mayl yurib, Iowa shtatidan chiqib, Nebraska shtatiga yetib keldik. Ammo bu shtatga yetib kelganimizda уже qorong'i va kech bo'ldi. Shuning uchun hotelda qolib, kechqurun dam olib, keyin kunduzi yo'lga chiqishga qaror qildik. Ikkinchi kuni yaxshilab uxlab turdik, chunki kuni bo'yi mashina haydashimiz kerak edi. Keyin esa yo'lga chiqdik. Nebraska shtati Iowa shtatidan kattaroq ekan. 750 kilometr Nebraskani bosib o'tdik, keyin esa Wyoming shtatiga yetib keldik. Bu shtatda bizani yomg'irli havo kutib oldi, lekin biz to'xtamasdan yo'limizda davom etdik. Bu shtat ham o'ziga mos juda ham chiroyli va toza havosi bilan ajralib turar ekan. Bu shtat ham katta shtatlardan biri ekan. 650 kilometr yurganimizdan keyin biz keyingi shtatga, Yuta shtatiga yetib keldik. Shuncha kilometr yurib bir marta ham to'xtamadi deb o'ylamanglar. Orada juda ham ko'p to'xtadik, ovqatlandik, dam oldik, benzin oldik. Lekin men ularning hammasini videoga olib o'tirmadim. 2 kun ichida biz 2200 kilometrni bosib o'tdik va kuni bo'yi 13 soat mashina haydadik. Va Yuta shtatida magazinlar to'xtaganda, bu yerda tog'li rayonlar va juda ham har xil noyob toshlar bo'lgani uchun magazinlarda shunaqa toshlarni ham sotishar ekan. Qaranglar qanaqa chiroyli, men hech qachon ko'rmagan toshlar bor ekan bu yerda. 3-kuni ertalab Yuta shtatida uyg'ondik va yana yo'lga tushdik. Yuta shtati meni juda ham hayron qoldirdi. Bu yerda Salt Flats degan joy bor ekan. Ya'ni mana shu ko'rib turgan narsalar hammasi muzlagan qor emas. Bu hamma yog'i tuz bilan qoplangan ekan. Boshida ishonish qiyin bo'ldi, ammo o'zim yerni ushlab ko'rganimdan keyin 100% ishondim. Bu rostdan ham hamma yog'i tuz bilan qoplangan ekan. Undan keyin esa biz Nevada shtatiga yetib keldik. Bu shtat juda ham issiq, cho'l va sahrolari juda ham ko'p shtat ekan. Keyin esa bu shtatda 450 kilometr yurdik. Oxir-oqibat biz kutgan o'sha Kaliforniya shtatiga yetib bordik. Agar sizlarga Kaliforniya qiziq bo'lsa, unda menga podpiska tashlab olishni unutmang. Video yoqqan bo'lsa, like qo'yib keting.